Yaponiyalik olimlarni hayratga solgan meva. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nima uchun Qur'oni Karimda anjir aynan zaytun bilan birga zikr qilingan? Buning qanday buyuk hikmati bor? Alloh taolo Qur'oni Karimda bunday marhamat qiladi. Anjir bilan qasam va zaytun bilan qasam. Tin surasi 1-2 oyatlar. Buyuk mufassir Imom Moturidiy rahimahulloh aytadilar: Alloh taolo anjir va zaytunda ko'plab foydalarni mujassam qilgan. Shu bois ular bilan qasam ichgan. Abu Zar va Abu Dardo roziyallohu anhumdan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bir idishda anjir olib kelishdi. U zot undan yedilar va sahobalariga: "Yenglar, agar jannatdan bir meva tushgan deganimda shu anjirni aytgan bo'lar edim. Chunki jannat mevalari danaksiz bo'ladi", dedilar. Imom Suyuti rivoyat. Inson miyasida al-mithalanodiz nomli o'ta muhim modda ajralib chiqadi. U inson sog'lig'i, ayniqsa farzand ko'rish va jinsiy salomatlik uchun katta ahamiyat kasb etadi. Bu modda 15 yoshdan 35 yoshgacha faol ajralib, 60 yoshdan keyin kamayib boradi. Yaponiyalik olimlarning hayratlanarli tadqiqoti shuni ko'rsatdiki, bu modda mevalar ichida faqatgina anjirda mavjud. Biroq uning to'liq kuch bilan ishlashi uchun anjirni zaytun bilan birga iste'mol qilish zarur ekan. Olimlar xulosasiga ko'ra, bitta anjirga 7 ta zaytunni qo'shib yeyish natijasida ushbu mo'jizaviy modda hosil bo'ladi. Subhanalloh. Qur'oni Karimda ham anjir so'zi roppa-rosa 1 marta, zaytun so'zi esa aynan 7 marta zikr qilingan. Shifokorlarning ta'kidlashicha, bu ikki mevani qo'shib yeyish qondagi xolesterinni kamaytiradi va qonni suyultiradi. Tarkibidagi fitsin fermenti tufayli tromblar hosil bo'lishining oldini oladi. Qarilik alomatlarini sekinlashtirib, tanaga yuksak quvvat bag'ishlaydi. Yurak va jigarni baquvvat qiladi. Hatto saraton hujayralari rivojlanishini to'xtatadi. Buyuk bobomiz Ibn Sino ham anjirni yurak o'ynashi va jigar xastaliklariga qarshi bosh davo sifatida qo'llagan. Uzoq muddatdan buyon farzand kutayotgan tirnoqqa zor azizlar, bu siz uchun ajoyib xushxabardir. Anjir va zaytun mevalarini Qur'on madh etgani, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam maqtaganlari uchun ham tanovul qiling. Sarvari koinotning sunnatlariga ergashing va dilingiz tubidagi iltijolarni Allohdan so'rang. Allohning izni ila bu ikki muborak mevaning barakoti sababli tez kunda farzand ne'matiga bahramand bo'lasiz, inshaalloh.